Hozir Aramazorga kelganmiz. Ustoz otangda ulug' deyishadi. Hozir ustozning oldiga kelganmiz. Buncha ustozingiz ko'p sizni? Akfani o'rgatganlar menga, Abdusamad akam, juda ko'pchilik taniydi. Bloger bo'lib ketgandan keyin qarasam oldida kelmagan ekanman. Bir foydam tegsin ustoz. Keldim mana. Ko'pchilik taniydi sizni. Ishingizdan zo'r. Profillar bor endi Alex, Cross, har xil profillar bor. Akfadan ko'ra arzonroq profillar bor. Akfa endi eng yaxshisi, eng qimmati. Kvadratini qanchadan qilyapsiz? Kvadratda rasxotiga 20% xizmat qo'yiladi. 20-18% xizmat qo'yiladi. 2 qavat bo'lsa ham, 1 qavat bo'lsa ham farqi yo'q. Bonuslariga fortga qo'shib beramiz, xudo xolasa. Portiyani o'zini aytsa-chi? Portiyani o'zini aytsa. Fortga o'zini bepulga qo'yaveramiz. Eshitdilayni. Abdurahim ustasiligini bilmas ekanman. Saddada faoliyat boshlaganlar. Taxminan 50 ga yaqin desam yolg'on bo'lib ketadi. Bu 20 ga yaqin shogirdlari bor. Hammasi akfa sohasini mahkam ushlab ketganlar. 100 ga yaqin xonadonga halol taom kirib, mehnatdan faoliyat qilishiga sababchi bo'lgan usta bo'ladi. Juda hurmat qilamiz. Xullas, bemalol murojaat qilaverasizlar. Akfa sohasidagi qanaqa mahsulot bo'lsa, hammasini yasab beraveradilar. Muddati ham tez bo'ladi, hali. Muddati hozir ancha tezlashib qolgan. Javob bir hafta bo'lmasa 3 kun 4 kunda o'ynayapti, xudo xolasa. Pulini olasizlar? Ya pulini chizaklatib bersa bo'ldi. Qolganini o'rnatishimizga shitir qilib tursa bo'ldi. Bitta savol beraman. Qani men doim qiynayman-da. Eng katta yasagan romingiz nechiga-nech? 4 ga 4. To'g'rimi? Hazil ekanman. Bitta uyda razmeri. Mana shunaqa. Vitrajlar Toshkentga borish chiqib kelyapmiz. Yaqinda Toshkentga borish chiqib keldik. Nomer qoldirib qo'yapmiz, aloqaga chiqaverasizlar. Ustamga foydam tegib qolsa xursand bo'laman. Qadr shaq borasizlar, sog' bo'linglar, salomat. Endi qaysi ustangiz oldiga boramiz? Endi yuring, yana ustalarim ko'p, borib kelamiz. Ha, bo'pti.